Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir bu yerda mana bu sensorli tepli pol regulatorini qanday to'g'ri ulashni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rinyapti deb o'ylayman. Ko'rinyapti. Xo'sh, birinchi faza 0. Faza 0. Keyin 3 4 bular tepli polni o'zi. Mana tepli polni kabellar hozir ko'rsataman. Keyin oxirida bu ikkita datchikniki. Datchik boshida narigi videoda ko'rsatganmiz. Datchik kallasi bu yerda qolgan. Xo'sh. Shuni hozir ketma-ketlikda ulaymiz. Bismillah. Bu datchik, bu tepli polni simlari. Mana bu bizda faza 0 deb turadi. Xo'sh. Bismillah. Biz mana bu faza hozir avtomatdan o'chirib qo'yganmiz. Opa. Baribir bittasi bo'lib turibdi. Bismillah. Oldin ulagandik, hozir panel yopishtirayotganimizda yechdik-da buni. O'shani hisobiga nima? Bu faza 0. Endi tepli polni o'zini ulaymiz. Bu jigarrang bilan ko'k tepli polni o'zi. Hop. Endi bu datchikniki. Bu temperatura qo'yganimizda polni necha gradus isidi buyruq bu yoqqa zadaniya beradi regulatorga. Shunchaga chiqdi, isig'i tushdi, sovidi deb aytib turadi. Shunday turib joyiga joylaymiz. Shunday qilib to'nka qilinadi. Xudo xolasa to'nka qilib oldik. Hozir yoqamiz. Avtomatdan yoqamiz. Endi bu yerdan temperaturani ko'tarish.
kurtarmamız bir ha. Şöyle biz hozir ko'taramiz. 32 gacha bo'lib bo'lsak bo'ladi.